Boshlaymiz biz. Sizga o'shamiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Men o'g'limni anchadan beri, bir oydan beri deyarli olib kelyapman terapiyaga. Juda ham o'zgarishlar katta. Men sherigim ham bor. Sherigim o'g'lini ham ko'rdim. 2-3 kun kelmadimda qaynonam olib keldilar. Sherigimni o'g'lida ham juda 3 kun ko'rmaganimga juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa og'ir bosim ko'p gapirib yuborardi-da. Og'ir bosim Mustafa bilan o'ynayman deyapti. Juda ham xursand bo'ldim o'zgarishini sezib. Sherigimni o'g'lini. Keyin o'g'limda ham juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. O'zi hojatliga chiqib, tualetga boraman deb o'zi anaqa qilyapti. O'zi yur deydi, garshok o'tir desam ham yo'q, yur tualetga bor deydi. Oldin unaqa narsalar yo'q edi. Ancha og'ir bosib bo'lib qolgan, gapga tushunadi. Oldin bitta narsaga yo'q desam, yerga yotib olib yig'laverardi. Shu aytganini qildirmaguncha qo'ymasdi-da. Sabr qil o'g'lim, ishimni qilib olay desam, yonimda kutib turadi. Bo'l tez-tez ishingni qil deb endi tushuntiradi, hali gapirmaydi uncha, tushuntirib beradi. Ancha-muncha naqot singlisi bilan o'ynashyapti, kulishib. Nima deydi, yiqilib tushaman desa, yur deydi, bu yoqqa o't deydi, yiqilib tushadigan joyga kelsa, zinadan bo'lsa, ancha-muncha singlisini anaqa qilyapti, singlisiga qarayapti, o'ynashyapti. Xursand bo'lib ketdim judayam. Men bu gaplarimni aytishimdan maqsadim, mendaqa onalar ko'p-da, hozir qiynalib tug'ilganlar ko'p, juda ham ko'p. Oldinga qaraganda juda ko'p-da. Nerpatolog borganimdan foyda bo'lmadi, to'g'risini aytsam. Tabiiy yo'l bilan davolaganga haqiqatan ham yaxshiroq ekan deb o'yladim men. O'shaning uchun qatnayapman. Juda uzoqdan kelyapman. Endi 1 soatlik yo'lda ishimni tashlab bo'lsa ham kelyapman. Rahmat sizga kattakon, Alloh rozi bo'lsin. Mana Yorqinni ham o'sha 2-3 kun ko'rmaganimda men bilan so'rashdi deyapsiz. Ha, so'rashmasdi. Shahzoda deb qo'yadi. Assalomu alaykum deb uyga birinchi bizlarga kelishadi bular. Assalomu alaykum deb qo'lini cho'zyapti menga ham. Men umuman gapirmasdi bu bola. Mustafoga ham gapirmasdi o'g'limga. Mashinada xafa bo'ldi o'g'lim. Mustafo xafa bo'lma deganday qilib ko'nglini olibdi-da bu bola. Gapirmayapti unaqa. Keyin gaplari ham joy-joyida bo'lib qolibdi-da bu bolani. Sezilyapti menga. Boshda kelganimda har balo gaplarni gapirib yuborardi-da. Hozir